Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhniki Halifler tarihi namlıq dersimizde bugün Suyuti murtatlar bilan qandaq urush qilgan degan bayonni bizga sunmoqchi. İmam Zahabiyninki deyishicha Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki vafot bo'lganlik xabari taraf-tarafga taralgandan keyin ko'plagan arablar islomdan yenib oldi. Bir qismlar zakat berishni to'xtatdi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ularla urush qilish uchun o'rnidan dars turdi. Biroq Umar va undan boshqa sahoba kiramlar urush qilishdan to'sdi. Yoki ra'yini yandurmoqchi bo'lishdi. Bu vaqtda Abu Bakr Siddiq dediki Allohning nomi bilan qasam, ya'ni bu yerdagi qasam shu ishni qilmoqchi bo'lganligini keskin iroda bilan bildiryotdi. Agar ular mendan ozg'ina bir narsani yoki o'g'loq chaqliq narsani cheklasa, bermasa zakatga, buni Rasulullohning davrida ado qilib turib, mening zamonimga kelganda bermasa, cho'qim men buni bermaganlik tufaylidan ular bilan urush ochmayman dedi. Yani bu kambag'allarning haqqi, bu davlat bo'lgankan, davlat boylardan ilib belgilangan haqlarni kambag'allarga berish davlatniki umumiy ishlatish o'rinlariga ishlatish bu majburiyatdir, mas'uliyatdir. Endi Umar bu vaqtda mundaq dedi: "Qanday urush qila olaysa, vaholanki Payg'ambar alayhisolatu vasallam kishilar bilan men urush qilishga buyurildim. Ular la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganga qadar kim shuni desa, bu o'zining melini, qanini mendan saqlab olgan bo'ldi. Undan keyin uningki haq, huquqi yoki hisobi faqat Allohga. Endi la ilaha illalloh deb iymon etgandan keyingi ish izlari u Alloh bilan shu bandaning orasidagi ishlar va deb mushtat da'vatsa payg'ambarimiz sen nimishqa buni urush qilsadi. Demak, arablar o vaqtda umumiylik dindan chiqib, ya'ni shirkiy aqidaga mangan tarafi yo'q. Bir qismlari masalan payg'ambarlik da'vo qilgan, payg'ambarga ishongan bo'lsa-mu, bu haqiqiy mushrik, kufriy aqidada bo'lsa-mu, lekin bir qismlari namozni o'qiydi, Ramazonni tutadi masalan, lekin zakat bilan bermaydi. Shuningdek Abu Bakr dediki, namoz bilan zakatni ayirib o'tgan odamlar albatta urush qilaman. Zakat molning haqqidir. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni haqqi dedi. Umar shuni bilan deydi: "Vallahi men Allohniki Abu Bakrniki dilini shundoq bir yo'ruq ichib o'tganligini his qildim urushqa. Keyin Abu Bakrning qilgan qilmishi haqiqatan to'g'ri ekan deb bildim" deb shundoq degan. O'runi deyishda Abu Bakr radhiyallohu anhu muhojir ansarlar bilan bu murtatlarga urush qilish uchun chiqib, shu Najdga qaraydigan, Najdga yaqin joy, ya'ni Najd tarafga mangdigan shu Naqi degan o'ringa bor. Naqi degan hozir shu Toyibga yaqinroq joy deyilibdi. Demak, Madinadan xillam yiroqqa mangdida qo'shin elib. Arabiylar o'ziniki bolalarni elib qochishibdi endi. Shunday kishilarning hammasi Abu Bakr Siddiqqa gap qilib, sen Madinaga qaytib ketgan, Madinada ayol bolalarni qishib ketgan, qo'shinga bir qo'mondan bekitgan deb bular da'vat degandan keyin ma'qul deb Madinaga qaytib keldi o'zi. Xolid ibn Valid umum qo'shinga amr qildi endi. Xolidga mundaq dedi: "Ular musulmon bo'lsa qaytidin. Endi sadaqat, zakatni bersa, sizlarning ichinglardan xolga adam qaytib kelsin" dedi. Sonra Abu Bakr Madinaga qaytib keldi. Bu orliq deyilgan nurg'un vasiyatlar bor. Abiyaga shu qisqartirib apti. Endi Dariqutni Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'ziniki ulug'iga minib, ro'buru mangan vaqtida Ali ibn Abu Talib shu uloqniki cho'lurdan tutib turib, "Ey Rasulullohning xalifasi, nega borsiz? Men sana Uhud kuni Rasululloh degan gapni dey, qilichingni hamda sog'in, bizni hamda o'zing bilan, o'zingniki vafoting bilan yoki halokating bilan bizni qalbimizni yorqinmag'in" deb shu gapni deyman dedi. Shundan Madinaga qaytqin deb turib oldi.
Allah'ın namıyla qasamki, eğer biz sana bir iş bulup kalsa, biz şundak azaplanımız ki, İslam'a bu kayıtı bir nizam bulmaydı. Yani muşi derecede hem de Ebu Bekir'in ki rolü nayet zor da hem de gözetken töpsi. Şu an bir kısım alımla başlayandek bir peygamberinin makamında turup iş biçirgen adam dep qaraganda şu an. Hanzal ibn Ali Leys degan kişiden rivayet kılınışça Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Halid ibn Velid radıyallahu anhu'nu evet kelgen qo'shindan besh qilib, u 5 narsaga qarata urush qilishga buyurgan deydi. Mush 5 narsaning qaysi birini bir odam tark etarkan, ay 5 narsaning hammini qilmagan o'xshash urush qilsa degan. Birinchi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demagan odam. Ikkinchisi, namoz o'qimagan odam. Zakat vermeyen adam, Ramazan'ın rozasını tutmagan adam. Muş 5'nin qanı qılmagan bolsa, şunu derhal urush qil dep muş buyruqni bergan dedi. Muş 5'ni çoqum ayrışqı bolmaydı dep baş buyruqni berip etken. Şuna Halid özünki qo'shinni elib Jumadil oxirida, bu Hijriye yil nomisida 5-oyni bildirdi. Şundan Bani Asad G'atapan, yani şu Esed kabilesi, G'atapan kabilesiyle uğraştı. Bu fakat muş Medine'nin sırtını tatıp ta hazırkı Riyaz tarafçı boğucu boğan orliqdaki kabile olturaqlaşqan şu Xayber'nin atrafı degandek. Endi öttagani ötürüp esrağan ösraldı, qağalları yani İslam qaytib keldi. Yani qaytıdan yani bular İslamni qabul qildi. Bu vaqada sahabilardan Ukasha ibn Muhsin, Sabit İbn Akram degan meşhur bir sahabiler şehit bo'lgan. Endi Ukasha ibn Muhsin cennetde hesapsız, sualsız cennet kirdigan kishilar bor degan vaqtda ya Rasululloh men bir duo qilgan, shulardan bo'lay degan vaqtda Rasululloh duo qilgan kishi. Endi mush yili Ramazonda kim o'lib ketdi dedi. Mush vaqada bu urush qilmiş odamni chiqargandan keyin mush yil Ramazonda Resulullah'ın kızı Fatima radıyallahu anha ölüp gitti. Bu bütün dünyadaki cennet ve dünya ve ahiretteki ayollarınki sərdarı idi Peygamberimizin sübtü boyunca. Ölüp ketken vaxtda da 24 yaş. Yani Peygamberimiz ölüp ketip 6 aydan keyin ölüp ketdi. Resulullah'ınki en ahirki balası. Asasen Resulullah'ın ballarının hemisi Resulullah hayat vaxtida ölüp ketken. Bu kızımı Resulullah ölüp ketip 6 aydan keyin ölüp ketdi. İmam Zahabi deydi o, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki hiç qanday bir evlat qaldırgan balları yok. Fakat şu Fatime'den evladı qalgan. Qalgan ballarının hemisi ölüp ketken. Hatta kızı Zeynep'nin balları mı keyin bula munqariz olgan, yo'qolib ketken bula. Nesibi üzülüp ketken. Bu gapni Zubayr ibn Bakkar deydigan cho'ng bir tarixchi bor. Aynı vaqtda şu İslamiyatning dastlabki davrlarida o'tgan. Shu kishi mush gapni yoqlagan deydi. Zeynep degan Ebul As'ninki ayali. Resulullah'ınki çoğun kızlarıdır biri. Hem de nimedin Fatime radıyallahu anhadan burun Eymen bir ay burun ölüp ketken. Eymen degen kim olsak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de beqip çoğun kıygan bir ayal. Yani Usame ibn Zeyd'ninki onысы buludu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dadısından fakat şu Eymen degen dedek qıyıp qalgan. Bu Şevval ayda Abdullah ibn Ebu Bekir Sıddık ölüp gitti. Abdullah Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu hem de dadısının hilafet devirde zamanı